Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari reja asosida boshlandi. Mana hozir ko'rib turganinglardek, birinchi ish kunimiz Uchtepa tumanidan boshlandi. 400 diametrli yopqich almashtirish ish jarayoni bo'lmoqda. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik bo'yicha profilaktika ishlarimiz o'z yakuniga yetdi. Bunda biz katta hajmli 80 dan ortiq yopqichlar, 10 dan ortiq o't o'chiruvchi moslamalar, ya'ni gidrantlar va 30 dan ortiq qaytaruvchi klapanlar almashtirildi. Hozirda biz kuz-qish mavsumiga tayyormiz. Aholini ichimlik suvi bilan to'liq ta'minlashga tayyormiz. Favqulodda hodisa bo'lgan taqdirda 40 dan ortiq guruhlar tuzilgan, talofatlarni o'z vaqtida tezlik bilan bartaraf etishga shay holga keltirilgan.